Endi buni hozir suv qo'yib ko'rsatamiz. Qani chelagimiz qanaqa darajada teshilgan. Suv ketishini ko'rasizlarmi? Endi shu teshiklarni birgalikda shu bilan yonib ko'rsatamiz. Boshladik. Bismillah. Bismillah. Yana bitiramiz. Ko'rib turganingizdek, anti-gravel yordamida sita, kichik chelak hamda katta chelaklarni birgalikda hamma joyini yamadik. Ya'ni sitani polni teshigini yopib chiqdik. Hozir ko'ramiz, qaysi biri suv o'tkazadi yoki o'tkazmasligini birgalikda tomosha qilamiz. Birinchi sita, ko'rib turganingizdek, ikki tomonni ham anti-gravel yordamida yopgan biza. Mana suv. Bismillah. Xo'p, buni sinovdan o'tdi. Ikkinchisi, chelagimizni ko'rishingiz mumkin. Pastlarini kesgan edik va anti-gravel yordamida teshiklarni bekitgan edik. Bismillah. Mana, pastini ko'rayotganingizdek, qup-quruq, ichida suv ham bor. Endi esa asosiy katta chelagimizni ko'rsatamiz. Bismillah. Mana, ko'rayotganlaringizdek, kesilgan joylari ham ko'rinib turibdi va ichida suv ham bor. Ko'rayotganlaringizdek, anti-gravel yordamida kleylangan joylarimizni bironta suv qo'yib yubormagan va yaxshi holatda turibdi. Buni ko'pincha avtomobillarda ishlatiladi. Agar sizga buni batafsil ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kommentariyada batafsil deb yozib qoldiring. Sizga buni keyingi videolarda test qilib va ma'lumotlarni to'liq yetkazib beramiz.